1, 2, 3. Yo, ukam, endi hamma narsani o'zi teng-tengi bilan yosh bilan o'rganyapsiz. Sen yoshsan, kuchga to'g'rigansan. Endi biz azizcha sal kuchi yo'qati. Bundan realniroq narsa bilan bundoq sranit qilaylik. Bo'ldi, zo'r taklif, okey? Mana drelda, okey? Drelda. Qaysi biri kuchli bu drellar? Ikkalasi barobar bir xil, okey? Oboroti ham, vati ham 20 vat, 2000 oborot mana. Buniki ham 20 vat, 2000 oborot ekan. Bir xil. Bo'l, qani? 3. Ko'rdingmi? Okey, yeta olmadingiz. Boshqatdan qo'ygan mana shuni sekinlashtirib qo'ygan kim yutganimda ko'ringlik mana shuni. Videoni o'zingizlar ko'rdinglar. Qaysi brend yutdi deb o'ylaysizlar? O'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. N1 brendi yoki Apple.